Aziz birodarlar, mana biz xitoylik do'konlarni paxta ekkan maydoniga yana keldik. Ular ilgari kuni sug'orishni to'xtatdi. Men ko'rgan edim, mana nam bo'lib qolibdi yerlari. O'tda chiqqan, paxta mana unib chiqqan joylari bor. Ko'rsataman mana. Paxtalar qator bo'lib chiqibdi. Hammasi bir tekisda ichgan. Suvni filtrlagan joyiga keldik. Yerlar yumshoq, men bosdim. Mana terlab ketgan yerlar. Nami yaxshi namlangan. Paxtalar chiqqan. Endi plyonkadan chiqarishadi. Plyonkani ostidan chiqarishadi menimcha. Suv yetib qoldi. Mana suvni filtrlab, mana filtrdan chiqadi. Mana shlangidan ko'tarilib filtrlab suv mana shlangidan kelar ekan. Bu dorini qo'shadi xonimi, nimasi bilmadim. Motorida ishlaydi. Havo beradimi? Kim biladi. Men bunchalik tushuna olmayman. Mana suvni qolgani qolibdi. To'xtatilgan suv. Mana motori. Mana so'lgan maydonlar. Mana vitaminlarni agronomiga telefon qilib so'radim. Qirg'iz bola boshqa shu yerlik. Biroz o'sgandan keyin beramiz. O'shanda vitamin stimulyator hukumatlarda chayib jo'natgani alohida joy qilamiz debdi mana. O'shaning boshqa bochka qo'yar ekan, bochkasi egilib ketgan. Kattaroq bochka qo'yamiz debdi. Mana hammasi chiqqan paxtalar. Chiqishi deyarli yaxshi. Mana meni oyog'im botib ketyapti. Namdan yo'nga terlayapti. Men soat 12 ga keldim. Juda yaxshi paxtani. Chiqishi ham yaxshi. Endi sal ko'tarilgandan keyin plyonkadan chiqarishadi. Mana yerda nam bor. Kun qattiq isib ketdi bizda, shuning uchun suv qo'yishibdi. Suv qo'yganda tez ham chiqadi. Mana kartalari. Paxta maydoni kartalari deb qo'yiladi bizda. Ko'tarilib chiqqan bari. Xatosiz hammasi chiqqanmi? O'zim. Bir donadan tashlangan, hammasi chiqqan mana. Bu yerda ham ko'tarib qo'ygan. Paxta o'zi ko'tarib qo'ygan. Orada mana bu yerlarda. Shu yerlarda bor. Chiqadi. Paxtaning chiqishi yaxshi. Mana paxtalar. Yo'l-yo'lakay. Mana. Paxtalar hammasi chiqqan. Paxtani unib chiqishi juda yaxshi. Yana o'sishini ham ko'ramiz. Xudo xolasa. Mana hozir bugun aytdi. Mana suv chiqib ketgan joylari ham bor ekan.
trubalardan chiqib ketgan yerlarni o'nglashibdi. Hammasi bexato chiqqan yerlar namlik paxtaga uryapti. Hammasi chiqqan. Unib chiqishi 100 bo'lmasa ham 98, 97 shunaqa. Yerda yaxshi. Mana yana ko'rsatamiz o'sha shlangilar. O'tganda sanab so'ragan, o'lchab ko'rgan edik. 55-60 to'ldi. Shu 50 dan yuqori ekan. Men ilgari adashib 60-70 deyapman. Bu katta shlangi bilan narigi shlangini oralig'i 50-60 metr. Bu oralig'ida ekan. 54, 53 chashmaga. 60 dan oshmaydi deydi. 100 dan o'tsa ham suvni yetkiza olmay qoladi deydi. Motor ilgita olmaydi deydi mana. Mana chiqarilgan joy. Suv chiqqan joy. Bunlari men 2 kungina sug'orishdi. 2 kun ko'rdim. Sug'orayotganda bitta ekanda ko'rib qoldim. Bugun keldim. Ular hozir boshqa paxta maydonini sug'orishyapti ekan. Bu yoqqa suv ochib hali tayyorlanmabdi, chunki suv yetishmagandan. Ular hozir boshqa maydonda ekan, paxta maydonida suv yetishmagandan navbatni olyapti ekan. Mana paxtalar sadafday tizilgan. Hammasi chiqqan. 76 ga 10, 4 qator qilib ekilgan. Mana bir obunachimiz so'ragandi, teshigini qanday yopadi deb. Yopib qo'yadigan joyini mana bunday qimchig'ichi bor ekan, qimchiq qo'yar ekan. Mana yopib qo'ysa bo'lar ekan. Endi men so'rasam, qimchiq qo'yiladi degandi. Qimchiq qo'yar ekan, qattiq qimchiq qo'yar ekan. Bo'lib o'tmaydi ekan. Hammasi chiqqan juda zo'r. Mana ko'milmay qolib, joylanib qolgan joylari bor ekan. Tashlasak chiqadi ular. Mana shunday yerlar. Bu truba bilan bu trubani oralig'i 50-55 metrda oralig'ida ekan. 60-70-80 bo'lib qolsa ham suv yetkazish qiyin bo'ladi deydi. Yaqin bo'lsa tez ulguradi deydi. Gaplashdikmi? Ikkinchi nima? Bu nargisi ham yaqingina mana. Yaqinlashsa ko'rinadi. Oralig'i yaqin. Mana yerlarni nishobligiga qarab bu yoqqa burib oralariga qo'ysa ham bo'lar ekan. Mana qo'ygan joylari bor. Yer nishobiga qarab ustidan regulovka qilsa oson ekan. Aytganimdek o'tgan safar 2-3 yil burun yer tagiga ko'mgandi, unda uzilib yo bir narsa tiqilib qolsa o'nglash qiyin edi ekan, juda qiynalishgan edi. Hozir mana yuqoriga chiqarib qo'ygan. Oson. Tepada yurib suvchi bir kun 2 kunda bitirib qo'yadi. Bitta suvchi yetadi. Intillarni qorab yuradi, bo'lib kartani. Xohlasa hammasiga qo'yadi. Motorning kuchi yetgan joyigacha qo'yar ekan. Yana obunachilarda ko'p kommentariylarda yozyapti. Plyonka qolib ketadi, qanday qiladi, yer o'ladi, Xitoylar yerni o'ltirib oxiri sizlarga beradi deydi. Bizda bu tajriba stansiyasi bor, paxtachilik bo'yicha. Ularda ruscha aytganda dogovor qilishgan. Mana shu plyonканы shu turishda to'playdi. Ustidan birinchi bitganda to'platib olib turib. Traktor bor yo odamlarga to'platadi.
traktor ham to'playdi, qolgan qutganini odamlar to'playdi. Undan keyin shlangini o'raydi, g'altay bor. Aylanib to'plab oladi. Shlangini albatta to'plab, uni men aniqlashtirdim. To'plagandan keyin o'sha bo'yicha topshirsa, zavoddan yangi berar ekan. Buni arzonroq olar ekan, haligi pulidan ozroq berar ekanda. Buni ham pulga olar ekan, arzonroq oladi, lekin yangisini olganda o'sha topshirsa bo'lar ekanda, qaytarib, qayta ishlaydi ekan. O'shanda ekan, shlanglarni ham to'plab ketishadi. Kuzda yerni haydashib qo'yadi, ketishadi. Shunday. Bularda shunaqa dogovor bo'lgan. Yer mana mayin. Hech bir plyonka qolgan emas. Mana uzilgan shlangalar bor. Yer nishopiga qarab, ustidan regulovka qilsa oson ekan. Aytganimdek, o'tgan safar 2-3 yil burun yer tagiga ko'mgandi, unda uzilib yo bir narsa tiqilib qolsa o'nglash qiyin edi ekan, juda qiynalishgan. Hozir mana yuqoriga chiqarib qo'ygan. Oson. Tepada yurib suvchi bir kun 2 kunda bitirib qo'yadi. Bitta suvchi yetadi. Intillarni qoraveradi, bo'lib kartani. Xohlasa yuk hammasiga qo'yadi. Motorni kuchi yetgan joyigacha qo'yar ekan. Yana obunachilarda ko'p kommentariylarda yozyapti. Plyonka qolib ketadi, qanday qiladi, yer o'ladi, Xitoylar yerni o'ltirib oxiri sizlarga beradi deydi. Bizda bu tajriba stansiyasi bor, paxtachilik bo'yicha. Ularda ruscha aytganda dogovor qilishgan. Mana shu plyonkanı shu turishda to'playdi. Ustidan birinchi bitganda to'plab turib, to'platib olib turib. Traktor bor yo odamlarga to'platadi. Traktor ham to'playdi, qolgan qutganini odamlar to'playdi. Undan keyin shlangini o'raydi, g'altay bor. Aylanib to'plab oladi. Shlangini albatta to'plab, uni men aniqlashtirdim. To'plagandan keyin o'sha bo'yicha topshirsa, zavoddan yangi berar ekan. Buni arzonroq olar ekan, haligi pulidan ozroq berar ekanda. Buni ham pulga olar ekan, arzonroq oladi, lekin yangisini olganda o'sha topshirsa bo'lar ekanda, qaytarib, qayta ishlaydi ekan. O'shanda ekan, shlanglarni ham to'plab ketishadi. Kuzda yerni haydashib qo'yadi, ketishadi. Shunday. Bularda shunaqa dogovor bo'lgan. Yer mana mayin. Hech bir plyonka qolgan emas. Mana uzilgan shlangalar bor. Ancha-muncha. Bu ham bo'lsa. Bunaqa bu yerda dogovorni kelishimni yaxshi qilgan agronomlar. Bular bilan dogovor qilmay turib, ilgari bular bilgan, plyonkalar qolib ketayotgan, yerlarni o'ltirayotgan, ximikat har balo qilayotgan bilgan. Shuning uchun tozalaysan, yerni strukturasini o'ltirmaysan deb dogovor qilganda yerni strukturasini o'ltirmaysan. Qisqasi yerni yaxshi qoraysan. Plyonka degan narsa qolmaydi degan qolmaydi. Kuzda ancha-muncha qolsa qo'lda terishadi, atak traktorda to'plashadi. Dogovor qattiq bo'lgan. Ular arendaga oladi, o'zlari sarf qiladi. Mana hech bir qirg'izistonlik birov yo'q. Bular o'zlar keladi, ketadi. Odamlarning ishi yo'q bu bilan. O'sha 3 ta Xitoylik bolalar ishlashib yuribdi. Mana hamma yeri bir xilda chiqqan. Ularda arendasi ham juda qimmat oladi, lekin qimmat mag'lub endi o'ziga to'g'ri kelgan, ma'qul kelgan dogovorni qilishganda gaplashishgan. Yerni nima qilmaydi, buzmaydi. Bularga Xitoyliklarga berishdan oldin bu yerga suv kelmas edi. Kelardi, oz kelardi. Bu mahallaning oxirgi tarafi suv ham oxirida keladi, kelsa. Kelganni ham to'sib olardi odamlar.
Bu yerga bug'doy ekardi. Bir marta yo ikki marta suv ichardi. Pakana bo'lib qolib, har yili bug'doy ekib, somonni ko'proq sotardi bug'doydan ko'ra. Bug'doy ham oz chiqardi. Hali qayroq qilib ekkandaqa bo'lardi. Xitoylarga berdi, ham foyda qilyapti, ham yer o'nglandi. O't ham bosib ketgan edi. Mana o't yo'q. O'tga qarshi ham sotishadi. Mana bir ikkita mollar turibdi, endi bu chekada egalari. O'sha qorovuldi mol ekan. Mana plyonkalar bor, bu ekkanda hali g'altaklari qolib ketgan, bularni yig'ishtiradi. Mana bu yerda mana ekkanda g'altaklari qolib ketgan. Bular qolganini olmaydi, bular hali uzilgan yerlarga ulash uchun suv olib qolgan bo'lsa kerak. Bu qolganini to'plab topshiradi bular. Zavodga topshirar ekan. Misol uchun yarim puli 30% ga olsa ham xiyla pul bo'lar ekan. Qayta topshirishar ekan, yangini yana olar ekan. Shunaqa. Mana shu maydon. Mana azizlar, keldik. Sug'orib bo'lgan ekan. Mana paxtalar chiqibdi, sadafda tizilib qolgan. Mana yana ko'rsataymi. Men bir 8 yil paxta ekib yurib, paxtani qiziqib bo'lgan bo'lasan ekan, lekin bizda paxta pul bo'lmayapti. Shuning uchun bu yil Xitoylar ekyapti. O'tgan yili 30-40%ni bizga topshirdi. Qolganini o'zlarining odamlari kelib olib ketdi. O'zlariga dogovor qiladi ular. Mana yerlar nam mana. Mana ochilib ko'rsatdi. Mana nam yerlar. Nami zo'r. Shu bilan paxta ko'tarilib ketadi. Bo'y cho'zib. Endi bular plyonka ostidan boshini chiqarib olsa paxtani, yog'i ish yurishadi. Oldi. Ko'pchilik aytadi, kultivator qanday soladi deydi. Kultivator solinmaydi. Mana mayin qilib ekib qo'yishdi, bo'ldi. Tamom. Kultivator solinmaydi. O'tga qarshi ham dronda sochadi. Dorini defoliatsiyani ham dronda chaqadi. Vitaminlarni suv bilan beradi. Faqat yovvoyi o'tlarga qarshi dronda sochadi. Bizda hozir deyarli bir xil bo'lib qolgan. Traktorda sochtirsangiz 1 gektari 2000. Dron ham 1,5-2000. 1,5 ga gaplashsa bo'ladi. Dron ruscha aytganda to'shni aniq qilib bir xilda tushib chiqib soch beradi kompyuter. Dronlarda sochadi. Bu yerga odam kirmaydi. Faqat suvchi kiradi. Suvchi kirib hali suv kelmay chiqmay qolgan yerlarni qarab qo'yadi. Ko'p joy bo'lsa ozaytiradi. Kranlardan yo'q bo'lsa yopadi. Ochib yopib shunaqa ishlarni qiladi. Shu bir suvchi bor, bir kishi, qirg'iz kishi. Shu o'g'li ikkalasi qaraydi. Bir odam yetadi, 30 gektarni sug'organi. Xitoylar sug'organda telefonda aytib qo'yar ekan, sug'orib qo'yiladi. Ochadi, shu qaraydi, bo'ldi. Mana shunday gaplar. Mana azizlar, biz keldik, juda qiziqarli bo'lmasa-da videoga oldik. Bironta Xitoyni topa olmadik. Ular ham ketgan ekan. Boshqa kartaga ketibdi, endi unga bora olmadik. Sug'orib bo'lgandan keyin oldik. Mayli, yana tez kelib turamiz bu yerga. Mana
paxtalarni ko'rib o'zing quvonadi. Mana ochilib qo'ygan. Mana og'aynilar, Xudo xolasa bundan keyingi jarayonlarni ham yoritib borishga harakat qilaman. Shu paxta maydondan. Men bu videoni bu yerdan qilmay, boshqa karta maydondan qilmoqchi edim. Bu yoqda hali sug'orishni boshlamabdi, endi suv ochib kelyapti dedi. Suvni ham ochib kelib, bu yoq qilib to'plaguncha bir kun o'tadi. Harakat qilib sizlarga xabar berib turaman, Xudo xolasa paxtakorlarga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Mana bizni videomizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang azizlar. Sizlardan like va podpiska. Salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'linglar.